Assalomu alaykum, hurmatli YouTube'dagi kuzatuvchi obunachilarimiz. Oshxona mebelimiz 2,5 metr joyga tushadi, joylashadi. Gazi, mo'kasi, vitechkasi, shushurkasi joylashadi. Bez nabir holati 3.500.000 so'mdan dastlabki uстановka ichida bo'ladi. Vodiy ichiga 3.500.000 so'm mana shu ko'rinishda bo'ladi. Bitovoy texnika desa, gazi, vitechkasi, mo'kasi ularga pul qo'shilib qoladi. Telefon nomerlarimiz shu video ostida bo'ladi. Bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi.